Gollandiyadagi parlament saylami haqida bo'ladi. Bugungi bu programmamizga Gollandiyadagi yosh siyosiy faoliyatchi inimizni taklif qildik. Assalomu alaykum, Ahmadjon Qosimi, Alarik Abdukim, Uyg'ur choyxona suhbatlari programmaga qimmatli vaqtingizni chiqarib, naq maydondan qatnashib berganingizga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Ekranga xush keldinglar. Rahmat va alaykum assalom. Xush bulduk, rahmat. Va alaykum assalom. Endi ikkilanlarniki shu ekranga yangi tunji qatim chiqishi, shunga men tushayan deganda o'zingni bir qisqacha bir tushuntirayotgan bo'lgan bo'lsanglar ekranda qarindoshlarimizga. Xo'sh, Ahmadjon sizdan boshlaymiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Mening ismim Ahmadjon Qosim. Men Gollandiya Uyg'ur kishilik huquq fondining raisi bo'lman. Men Gollandiyada siyosiy faoliyat qilman Uyg'urlar to'g'risida. Ham bugungi mush suhbat taklif qilganingizga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Ham shu naq maydon ko'rayotgan, ham keyin ko'rgan qarindoshlarga ham qutlug' salom. Rahmat. Xo'sh, Alarik. Assalomu alaykum. Mening ismim Alarik Abdukim. Kelganga xush buldum. Rahmat. Men deganning o'zimningki shirkatim bilan Alerkin Consulting degan siyosat mashlatlashi bilan bo'lib Tibetlarchilar bilan, Uyg'urlar bilan, Janubiy Mo'g'ul diasporalar bilan ishlayman. Hozir inson haqqi va transnasional repressiya masalalari bilan ishlayapman. U hozirgi qatnashim o'xshash vaqtida o'qiyapman. Inshaalloh tugitib rasmiy ishlash umrimga boshlanadi. Rahmat. Sizga bu so'zimiz deganda Gollandiyadagi parlament saylami bo'lgan. Gollandiyada 2025-iyun kuni hukumatning yiqilganligi haqidagi xabarni o'tkazish bilan Gollandiya kuchlik g'ulg'ula bo'ldi. Chunki Gollandiyada qisqagina 2 yilga yetmagan vaqt ichida 2 qatim hukumat yiqildi. Nima sababdan hukumat yiqilganligi ko'pincha shu ko'chmanlar siyosat haqida bo'lib qoldi. En oxiri yani 2023-yil 11-oyninki 22 kuni o'tkazilgan parlament saylamidan keyin yangi hukumat qurilgan. Yani 2024-yil 2 kuni bosh minister Dixhoff rahbarligida yangi hukumat qurilgandi. Bu hukumatni uzun qolmay yiqildi. Yani 2025-yilda 3-kuni. Yani 1 yil vaqt yetmagan vaqt ichida hamda Gollandiyada kayni mushtaq hukumatlarning yiqilishi sabablari haqida degan tafsili to'xtalamiz. Unda bo'lsa savol kirishdan burun, program boshlashdan burun hozir deb o'tganimizda Gollandiya yaqin tarixida ishida o'da 2 qatim hukumat yiqilib bo'ldi, 3-qatimliq yana bir saylam olib berilmoqchi. Bu nima uchun bu Gollandiyada qisqa vaqt ichida o'da kaynidan hukumat yiqilib qayta saylam o'tkazib, yana yangi hukumat tashkillansa, yana hukumat tarqab ketgan ahvollar ko'rilib turibdi. Buning sabablari haqida qisqacha bir to'xtalsak. Xo'sh, Ahmadjon, avval sizdan boshlaylik. Bo'ldi. Gollandiya hukumati biroz degandek 2023-yilda bir qatam o'rilib, 2025-yilda bir qatam o'rildi. Buningki sabab bo'lgan masala shu ko'chmanlar qonuni to'g'risida o'rildi bu hukumat chiqqandim. 2021-yildami korona davridami bir qatam o'rilgan. U chog'dagi sabab shu tuzlar aferi deydi, yo'q bolalarningki bergan hukumatdan berilgan pul to'g'risida Gollandiya hukumati irqchilik qilib o'xshamagan holatdagi bir holat kelib 2021-yilda bir qatam hukumat o'rilgan. Lekin u chog'da bak bo'linib ketmagan, lekin 2023-yilda qayta o'rildi, 2025-yilda majilmi bir qatam o'rildi. Buningki hamidan cho'ng sababi ko'chmanlar qonuni to'g'risida mush partiyalarningki birligi kep bo'lmasligi. 2023-yilda ko'chmanlar masalasi to'g'riliq Gollandiyaningki hukumat partiyasi FFD Mark Rutte hozir NATO'ningki bosh sekretari generalsi u 2023-yilda ko'chmanlar qonuni to'g'risida qattiq qonun chiqarmoqchi bo'lgan chog'da uningki hukumatga bo'lgan qarindosh partiyalari uningga qo'shilmay 2023-yilda bir qatam o'rilgan.
Shu sababli hozirgi radikal o'ngchi hukumat chiqqan 2023 saylamdan keyin Wilders 37 nomzod olgan, anki qolgan FFD, NSC, BBB 4 partiya orqali 2023 yildan boshlab hukumat qurishga tirishib 2024 yilda hukumat qurilgan. Shu hukumat qurishga 1 yil vaqt ketgan Gollandiyada. 2024 yılı qurilgan hukumat 2025 yılı mush yili 6 ay 7 ayda yana ko'chmanlar qonuni to'g'risida yana bir qatam o'rildi. Rahmat. Ular 2025 3 iyulda yani hozirgi vakolatchi bosh minister Dixhoff hukumatining yiqilishiga sabab bo'lgan omillar ko'chmanlar nimasimi yo boshqa sabablarmi bor buningda? Olarik. Başqa işlam var, lekin ma ko'chmanlarga immigratsiyaningki siyosati eng muhim ishi bo'ldi. Bu o'ng tarafdagi partiyalar uni eng muhim bildigan bo'lgan ekan, ashuningdan jiqraq adablar bizning oqimiz tur deb ashishning hukumatini tushiryapti. Lekin uningdan keyin yana boshqa nuqtalarmi bor. Menimcha shu immigratsiya siyosati birinchisi, ikkinchisi shu uy krizisi bek muhim. Uchinchisi NATOda hozir qo'shgan mudofaatsi 3-20% ga o'sdi. Uningki punsini nereden ekildiğini so'raqma hozir muhim bor. Ve en oxirgisi bu diyenin enerjiye deb desak bo'ladi, lekin stikstof bakda bir ish bor. Stikstof degan bir xil gaz. Ozitda. Bu diyenin yani ochiq qiladigan bir xil gaz. Uni keyin jiqroq tushuntirib beraymiz. Lekin menimcha u ishlar hammasi hozir teng kelib bu hamma muhsullar birdan bir ishga kirib ketdi. Hemisi birbirine münasebetlik bo'lib ketdi ve onun hemisi pul kizdigan bo'ldi. Yani adamlar hozir xo'shalsizda. Xo'shalsizlikdan adamlar javob topolmay, ishtiqlamkin shu o'shmanchilar, chet elliklarga immigratsiyaga qarshi bo'lib, o'zining xo'shalsizligini hozir chiqaryapti. Unda olsa bu hozirgi hamda kim qurilmoqchi bo'lgan hukumat kim o? Hozir mush tortishayotgan hamda sizlar saylam eng diqqat qilyapsizlar deb men diqqat qilyapman hamda bu key qatamliq yana bir hamda hukumatning siyosatiga yana mush ko'chmanlar nimasini kuchli ta'sir ko'rsatadimi? Chunki ilgari ikki qatam hukumat shu ko'chmanlar asosiga ko'chmanlar siyosati uyma sababdan yiqildi-da. Yani bu da yana 3 qatamliq yana bu saylamlik eng talash tortish masalalarining birisi yana ko'chmanlar siyosati. Yani bu yana ta'sir ko'rsatadimi? Hamda bu qadam boshqacharoq bir yana siyosat o'yinilgandek bir shaplar bormi? Ahmetjon. Ko'chmanlar siyosati to'g'risida yana temalar bo'ldi bu qatam saylamda. Uni nim qilib bo'lmaydi. Hozir saylamga 1,5 hafta qoldi. Ko'chmanlar masalasini siyosiy partiyalar rostlamay bilet oldigan bir cho'ng tema qilib oldi uni. Kim ko'chmanlarga qarshi hammadan ching siyosat qilsa, shuningga bilet tashlaydigan holatga keldi endi jiq Gollandiyadagi fuqarolarga shunday bir holat kelgizib qo'ydi. Abay alerik degandek uy qamidi desa shu ko'chmanlar qaraydi. Yanimizda pul qamidi desa yana ko'chmanlar qaraydi. Davlat mudofaa pul chiqarmasa yana ko'chmanlar qaraydi. Hamma narsa ko'chmanlarni sababdor qilib, ko'chmanlar butun hayatınızda bo'lgan Gollandiya xalqini beyaram qilganning sababi ko'chmanlar deb chiqargan bir siyosatni hozir 2-3 yil Gollandiyaninki o'ngchi radikal o'ngchi siyosatchilar mush Gollandiyaninki vaziyatida ashtaq chiqaryapti. Shu Gollandiya xalqida ham o'xshamagan raportlardan chiqarliq, o'xshamagan tadqiqotlardan chiqarliq siyosatchi nima desa, shuning ortiga kiradigan ahvol Gollandiyani eg'ir sababdan shunchiqlar mush yenimdiki meningki beyaramchiligim, meningki mush Gollandiyada pulamning qolmaganligi, uy chiqmasligi hem boshqa narsamninki hamma sababdor bo'lgan ko'chmanlar ekan. Ko'chmanlarni yo'qotib etsak, butun problemlarimiz yo'qaydi ekan degan shu holat kelib qolganlik sababli uchun hozirgi tema yana mush ko'chmanlar orqali bo'ladi. Ko'chmanlarni asos qilib turib, yana boshqa siyosiy temalar bor, lekin ko'chmanlar yana bir muhim bir temani oldi endi. Rahmat. Ana bu qadar parlament saylami hisobda degan 10 kun qoldimi? 10-yaniki 29 ishtaqa parlament saylami. 10 kun qoldi hamda bu qatam saylamdagi eng qiziq nuqtalar qaysi? Olarik. Menimcha eng qiziq nuqta uyning ishi.
öy azlığını Ahmetcan yaxşı düşündürüp berdi. Lekin mence aşı öy krizisi bu Gollandiyanın hazır adamlarınki udul köz karşıda en ciddi problemsi. U başta mesela öy krizisi nereden geldi degan so'roq bor-da. Bu öy azmı, öylar yetemdi, yemiş öylar qimmatmi? O so'roqlarga baştan başlamasak mayli. Bence başlanğan birinci so'roq Gollandiyada öylar yetemdi. Yetadigan öylar bormi? U birinci so'roqqa javobsi yo'q. Gollandiyada öy ixtiyorliklar bor, lekin qurilgan öy sonisi yetmaydi. Şunun üçün hazır köp adam öy izləvatıdı, uzun izləvatıdı, yaşlar öy tapamatıdı, ata-analarının uyida turvatıdı, lekin axırda tapqan bolğan öy bolsunma pulu yetmeydi. Emsel lekin ikinci so'roq keldi-de, bu nimişqa öy, nima sababdan aşı öy az? Nimişqa öy az? Bence birincisi aşı Stekstov. Stekstov degenden şu onu da azaq düşündürüp bereyim. Ya bu yemişqa bu bir problem. Stekstov degende qandaq deydi? Fermerlar, dehqonlardan chiqqan, mashinlardan, zavodlardan chiqqan bir xil gaz. O'zi tabiatda bor bu gaz. Lekin bu tabiat degenden bu tabiatda borligidan eshib ketsa, ortiq bo'lib ketsa, oxirida o'smankilar o'lib ketadi, hayvonlar o'lib ketadi. Lekin Gollandiyaninki havosi axir buzildi. Oxiri Yevropada buni saqlash uchun bir yangi qonun yasagandi. Hozir Stekstofdagi eshib ketganini to'xtatmasak maydi. U başta qonun yasalgandan keyin Gollandiya davlatimi o vaqtida 15 yil bo'lib bo'ldi. Undan degandan keyin u degan qonun o'tdi. Lekin Gollandiya hukumat hech narsa qilmadi oldingi 15 yilda. Qilmagandan keyin udulamkin nima bo'ldi desangiz, Ama qurulduğan quruluş öylerini to'xtatdi. Tayyorqan planlarni to'xtatib qoldi. Andikin tugatmagan öylermi turib qoldi. Hech qaysi yangi narsani qurg'izmaydigan bo'lyapti. Boshqa hozir talab yana qoldi, lekin öylerni qurolmaydigan bo'lib qoldi. Bu yana birinchi sabab. İkincisi bence bu burunqi rötü hükümetten devlet yandan bu öyni qurishni bir marketga qo'l qo'yib, market degandan bir xil bozorida marketga qo'yib berdi. Burun hukumat deb berdi, bu yil 40 ming uylar quraymiz, yasaymiz deb deydi burun. Lekin 2010da bu finansiyal krizisdan chiqib pul lazım deb uylarni biz bozorga qo'yib beraylik deb birinchisi ashta qo'yibdi. Ashta qo'ygandan keyin o qurulgan öyler udulamkin bazarning içi kirib qoldi. O vaqtdagi fikrmidi, o vaqtdagi davrda bazar deganning o'zini hal qildi. Öyler o'zi qurildi deb baştaq deb o'ylab ekandik. Lekin hozir qarasak, bir cho'ng ish deganning qurilgan öylarninki qarorsi bek qimmat bo'lib ketdi, bek o'sib ketdi. Sosyal öyler yasalmadı ve icaresi bek o'sib ketdi. Bu sosyal öyler degenden burundan tartib qurulgan öylərdə deyli o 40%, 30% sosyal öylərdə qurulmuş olmaydı deb o'ylagandı. Bo'lmasa hamma öylər aran pulu bor adamlarninki yanchog'i qulga kirib deb o'ylaydi. U davr azg'ashda kirib qoldi. Yana bir ish bor. Hozirgi davrda spekulatsiya degan gap degan jiq. Spekulatsiya deganda adamlar öy turishqa, adamlar o'zi uchun öy olmaydigan bo'lib qoldi. Uylarni elib pul tepishga bo'ldi. Bir yandan bozor bo'lgandan keyin o'zi uylar elib, oxirida ijro elib o'zi boy bo'ladigan ish chiqib qoldi. Shu ishki bor. Uylar az birincisi, ikincisi qurgan uylar deganing qimmat. Ve qimmat bo'lganning yana bir sababi bor. O qimmat bo'lganda bir hipotek renta aftrek deb bir ish bor. Hozirgi saylamdan oldida bir muhim ahvol bu. Hipotek renta aftrek degan bir xil narsa, uni tushuntirib berishga. Lekin uni ma'nosi qarz pul shunaqa ipoteknikcha. Qarz pul. U qarz pulni oxirida yillik to'laydigan boshsining ivoralaydigan, to'lamaydigan. Oldinala hukumatga deyarlaydi, u qarz pulni menda bor. Uy olgan burun, uningga qarz pul to'layman. Uni men o'zimniki boshsidan biroq yo'qitvatsam, kesvatsam bo'lamdi deganga deydi deb ekandik bu hukumat. Hukumatdan azroq pul qaytadi shu o'simdanchu, uyning o'simidan uy egasiga oylik masalan 300 yevrodan pul qaytadi. Ashun demakchi, hipotek renta aftrek. Shu.
Lekin aşı bağ bolgandikin adamlar öy ep bolgan adamlarga har oylik bir xil subsidiya-da. U diýenden pul gaýtyrıp bergen işte. Töz koý bolsunma, çoğun öy algan bolsun, ondan jyqyrak bolışı mümkin. U pul diýenden ahyrda öy ep bolgan adamlaryň ýançugyda kap galdy. Hmm. Undaq bolgandikin adamlaryň ýançugyda jyqyrak pul bolgandikin öýlämi özü kıymetrak bopdy. Hmm. Bir öy almaya dese bir bazar bolgandikin birisi bilen beşleşi verip adamlaryň ýançugyda jyqyrak pul bulyberse, barıp bazarın içi jyq pul kap galsa ahyry öýlärninki kıymetini üsýberdi. Soňuşka öy ep bolganlarga paýdalyk, lekin öy almaganlarga ziýanlyk. Hmm. U hazır aşışmış çıkıp kaldı. Hazır neçe tane partiyalar var. Onu biz asta ýokdetgimiz bar deydi. Lekin öy ep bolganlarga ahyrda ziýanlyk da. Oňşka ular hazır feyfideýdek, ular uny hergiz toxtatsak bolmaýdy dep boldy. Lekin o diýenden döwletge her ýyllyk 11 milyard pul gitdi. Emdi yana bir iş var. Şu investorlarnınki gibin dep bolgan o beleggings-model deydi Gollandiýaça. Investorlar öy ilip, satyp, alyp, icrasyny üsüp, özü pul tepiýberdi da. O investor modeller bolgandikin u öýlämi hazır çet elden jyk pul keldi batdy. Baýlar Amerikadan, Hytaýdan, Russiýadan burma. Ya Gollandiýada jyk adamlar turgan bolgandikin, Gollandiýalikler baý millet bolgandikin öýler ili berip, icrasyny egzitip, kulga ýançugy pul kirip atdy. Onuň ýene bir iş bar da. Bir ekonomiyasi bir döwletniki ýaxşy meňip atsa, ýyllyk daýly 2% üsärleýdi. Hazır Gollandiýa neçe ýyl boldy 2% ösmegili, lekin ýaxşy ekonomiýa ýyl bolsa 2% hep üsüdi. Ahyrda 2% öskendikin işleýdigan kirasyny jyqyrak soraýa alaýdy. Biz kiläjide jyqyrak pul tapamaýdy dep soraýa alaýdy. Lekin bir öý ep bulup ijara sorap aşyndan pul tapsa, her ýyly 4% ösküzerleydi. Biz hemmimiz bilimiz. Her ýyly hürverhöhing dep 3,7% ösküzüdü. Ular jylsy ekonomiýasy ýaxşy ýyl boldymy, ýaxşy emas bolsunmy, her ýyly soraýa bereleydi. Aşdaq bolgandikin ep bolgan, aşa öýläni ep bolgan kapital deydi. Kapital ep boýganlar ularnynki her ýyly baýrak pul alaýdy. Lekin işleýdiganlar ahyrda kembegal kap galdy. Emdi hazır bu öşmençilikning yana bir iş bar, status holderlar deydi-gu. Biz hemmimiz jyqlarymız azizse turup bakan, ahyrda hökümet bizge bir öý bergen status holder bu wagtymyzda. Bu wagtda öý berişde bizge baldyrak birinji kim öý aldy diýenler biz baldyrak öý ala alaýdyk. Bizge bir öý berdi, sosial bir bina bir öý berdi. Uny hazırky şu oňçylar, şu on radikal partiýalar uny toxtap etgisi barken. Emdi bu yemişki bu çet ellikler Gollandiýaliklerniň aldyda öý ewasy boldy. Karaňlar bu okuwçylar 30 ýaşkyçylyk ata-anasy turgan tursa, yemişki ularga başda öý berimiz diýen sorakka onuňa aşyna öşmenlikni ot goýuryp ösküzütüp, ahyrda ony aýsy toxtap etkisi barken. Lekin undaq bolsa ahyrda bu ýer döwlet kägenler azysy türi bermisunmaýdy, işleýämeýdi, tyn öňenemeýdi. Ahyrda aşdaq ähwalyny şeýle kapqasy hergiz Gollandiýalik bulamaýdy da. Hazırkı muşu hazır ýylky örilip ketken hökümetninki muşu öý ilgisige mesul boldygan minister muşu AZS-den çykkan status ba, ikameti ba, öý saklavatganlarga başda öý berdigan ýylky kanuny ýok ditme dep bir kanun çykady. Aş kanuny Gollandiýanyňki hökümet sotydan bu kanun çıkarsan bolmaýdy. Bu kanun bizninki asasy kanun bilen Ýawropa kanunyna karşı dep çıkargan. Lekin şundaq bolsunmu bizninki hazırky muşu radikal oňçy hökümetninki ministersi ýanla muşu kanuny çykyrmaz dep şunynki taýýarlygyny kıwatydy. Hem de bu kanun ýeňi hökümet çykyşdan burun muşu parlamentde ötmemde o tahy bilmeýmiz ony. Şu insan haklygyna karşı da bu. İnsan haklygyna karşı. Alerek men sende bir näme soraý. Abay ýylky biz hipotek renta aftrek dep sordyk emasmy? Hipotek renta aftrekde 200 aýlyk 300-400 eurolardan nim kıldyken hemde. Hemde meselenki biräsiniňki uny hazır jyk partiýalar ýokdymyz diýdi, lekin meselenki bir öý igisi aýda tuýuksuzlam 400 eurony ýançygydan ewasaň, onuňga eger kildigo ularmy? Onuňga partiýalar kандай garaýdy?
Aştaq bo'lgan bo'lsa ig'ir kelishi mumkinti ya. Lekin bu partiyalar buni hipotek renta avtrekni yo'qotimiz degan partiyalar 30 yil ya 15 yil ichida asta azlandırıtımız deydi. Andikin ve aranlıqı qimmat uylarga axırı 200 qo'y aylıq 200 qo'y subsidiya buldu da. Lekin jixlarninki qo'shimcha bu uncha jiq emas. Axırı ziyani neçəsi cho'nqurroq bo'lgan. Ve yana bir narsa var bununla. Bu deganing bu Gollandiya degani hech qaysi boshqa davlat Gollandiyadek undaq emas. Bu gap 90 yillarda jiq davlatlarda yo'qotib bo'lgan bu hipotek renta avtrekni. Germaniyada yo'qotgan, Svetsiyada yo'qotib bo'lgan. Biz Gollandiyada hozir 35 yil keyin bu gapni gapirishyapmizda, hech qaysi davlatda qolmagan ish. Bir danliq bir gap bor, burunqi bir bosh ministri yanki Wim Kok deganning. Dünya ahiri kelgan bo'lsa, men Gollandiyada tug'ilmay. Nima sababda bu Gollandiyada hamma ishlar 20 yil keyinroq bo'ldi. Bu hipotek renta avtrek nuqtaga kelsak, dam-dal gapi rost bo'ldi-da. Endi rahmat Alarek Ahmetcan, endi sizningki kuzatgan nuqtangizda bu qatimki saylamdagi qiziq nuqtalardan to'liqlaydigan taraflar bormi? Bah, hamidan muhim ikki tema iqtisod bilan shu ko'chmanlar qonunsi. Iqtisod yenimizda pul bormi, pul qolmamdi, oyda yoki kashkichi yoki hukumatdan belastingdan kelgan pulni to'lamdiq yoki talar chiqib yoki ta'tillar chiqamdiq, shumi bir muhim bir tema. Qo'limizda pul qolamdiq, qolmamdi. Biz sekillash kuchi deydigan bir gap bor, ko'proq deydi, purchase power deb inglizcha. Onunda şu yılki 10 euroga qanchalik narsa ala olasiz. Hozir Gollandiyada yashayotgan jiqlar bilsizlar, burun 50 euroga Albertaga kirsak bir muncha narsa keldi. Hozir 50 euroga 3-4 qap narsa qoldi. Chunki narsalar qimmatlashib ketdi. Mashina haydayotganlarni bilsizlar, may pompida shundaq yilqi mining pulimi o'sib ketdi. Bu yenimiz davlatlarga qaraganda nima bo'lib keldi. Buningki hammasiningki sababi bor. Gollandiya yoki bir deymiz pulga bek diqqat qiladigan bir davlat. Tarixdan buyon diqqat qilayotgan. Biz o'zimizningki shu portmallarga shundoq diqqat qilamiz, yoki unda keng qishada xajlamaymiz, pulni yetarliklami xajlaymiz, undan ortiq xajlamaymiz. Gollandiya xalqininki asosiy bir nimasi. Yaqında şu Gollandiya saylamidan burun şu o'xshamagan partiyalar o'zininki saylam programmasini Gollandiyaninki bir hisoblash organizatsiyasiga yo'llab berdi. U yo'llagan joyda CPB deydi, Central Plan Bureau. Central Plan Bureau deganlik bir hukumatninki bir organsi. U organda har bir partiyaninki o'zininki shu siyosiy programmasini hisoblab berdi. Sizning program qilsa, kelgusida Gollandiya fuqarolardan manchilik yilqi kirmi manchilik jiqlaydi ekan, yo bo'lmasa chiqimi manchilik jiqlaydi ekan deb hisoblab berdi. Endi yoqi setilish kuchi degan chog'da 10 masalan 10 yevroga yoqi setilish kuchini yoqi ko'paytirishga masalan Xurulningspayfidiya, NSC, D66, Kristi Uni, Volt, mushu 5 partiyaninki programmasida Ashlarninki programmasi bilan hukumat boshqursa, Gollandiya fuqarolarininki kelgusida yoqi puli jiqroq bo'lgan yanda ham setilish kuchi yoqi shundoq kuchaydi ekan kelgusida. Qolgan partiyalarga u to'g'risa ya oldirmaydi ekan, ya bo'lmasa tuvanlab ketadi ekan. Gollandiyaninki yoqi endi hukumat qarzi degan narsa bor, Staatsschuld. Hukumat qarzi. U qarz degani masalan 200 milliard bajliq kirim kirsa, 250 milliardlik chiqim bo'lsa, 50 milliard qarz bo'lib qoldi. U qarzni shu yoqi to'ldirish kerak. U qarzni to'ldirishda ya yoqi jiqroq yoqi bankidan jiqroq pul nim qilish kerak, pul elish kerak, ya bo'lmasa yoqi bajni yuqoritish kerak. Hem Yevropaning qonunida sizningki davlat nimangiz, davlat qarzingiz o'zingizga davlatninki chiqimidan 60% eshib ketmasligi kerak deb astaq bir qonun bor Gollandiyada. Hozir Gollandiyaninki masalan 43%, 45%, 60%ning tumansida. Biz yana 17%, 15% jiq pul ala olamiz bankidan. Lekin Gollandiya hukumati qilmaydi buni. Chunki Gollandiya hukumati tarixdan buyon shunda yo'qi
pulni jiq chiqarmaydigan, nim qilmaydigan bir davlat. Shunga biz shundaq pulni undaq ortiq yerga xarjlamaymiz, ortiq qarz olmaymiz, yetkideklam xarjlaymiz. Qat'iy bo'lmasa, chiqimni azaytimiz, tijaymiz deb shu holatda nim qilyotdi. Masalan, bir selish tursak, Gollandiyaninki 43'te 45%, bizningki davlat qarzimiz, bizningki chiqimimiz qaraganda. 43%. Fransiyaninki 111%, misr. Amerikaninki 120%. Ularning qarzi bizninkidan ig'ir. Lekin shunda Gollandiya yani unchalik jiq pul olmaydi, ham ilish nimasi yo'q. Bu jihatlarda necha cho'ng bir masala bor, hamda davlat mudofaa masalasida pul chiqarishimiz kerak. Alerik buni birdan turib so'zlaydi. Bizningki NATOdan 2,5%dan 3,5%dan 1,5%, 5%ga yuqorilatdi biz chiqimimizni, mudofaa chiqimimizni. Uning pul ketadi. Çünkü o pul osmondan tushib qolmaydi, yo bir yerdan chiqib qolmaydi. Bu pulni cho'qim biz to'lashimiz kerak hepimiz. Uningga o'xshamagan partiyalarning ayrim nimasi bor. Hem inflatsiyami hozir tuvanladi. Korona davrida Ukraina urushi yang partilgan chog'da ig'ir. Hozir 3% tuvanlashyapti. Hem bu chiqimni chiqarish uchun, ham bu chiqimga ekonomiya jihatlardan, iqtisod jihatlardan qanday qilsak bir sağlam bir iqtisodiy holat keltiramiz degan chog'da o'xshamagan partiyalar bir nuqtada bir yerga kelamadi. U nuqta nimasi? Yevropa chiqim kirim birligi, Eurobonds. U Eurobonds degan narsa 2021-yili korona davrida bo'lgan chog'da birinchi qitim ishlangan. Bu burun bo'lib ishlangan, ham 2021-yili hamda yaqinqi davrda hammadan ishlangan bir narsa. Bu nima desangiz, Yevropa 27 davlat birlashib, qarzni tang to'lab, chiqimni o'z tang ko'tarib, 27 davlat birga ko'tarsak deydigan shu nim bilan. Uningga ayni vaqtda Gollandiya qarshi. Chunki Gollandiyaninki qarshida biz Gretsiyaninki, ya bo'lmasa Italiyaninki davlat qarziga biz ega olmaymiz. Ular o'zininki ega olsin, biz o'zimizga ega olaylik deb u to'g'risida nim qilmaydi. Lekin bu to'g'risida hozir o'xshamagan ko'p sonliq partiyalar hozir Yevropada tang qilsak mencha yaxshiroq, chunki bu ham oson bo'ldi, ham bizningki u hozirgi siyosiy davrga moslashadi. Hozir dunyoda Amerika, Xitoy, Rossiya degan kuchli davlatlar kuchib ketgandan keyin biz Yevropami, biz kichik davlatlar ayrim ish qilsak, ayrim iqtisodiy siyosat o'tkazsak biz uchun foyda bo'lmaydi. Shunga Yevropa bo'yicha tang qilsak yaxshiroq bo'ldi deb shu jihatdan nim bo'lyotdi, munozir bo'lyotdi. Ham buningda kim bo'ldi? Mush qatimqi saylamda Yevropa chiqim kirim birligida Texinbek Gollandiya Texinbek oldiga bir sap elib bizningki kelgusimizdagi iqtisod jihatlardagi birligimizga destek bo'lamdi, uni bilmaymiz. Lekin hozircha u to'g'risida xili adam xo'sh qildigan xabarlar bo'lyotdi. Rahmat. Sana biraz sorsam bulamda Ahmetcan. Hozir burungi Yevropa Komissiya boshlig'i Mario Draghi da bankininki raisi bir raport chiqargandi. Uning ichida Yevropa bu yangi dunyoda o'zininki siyosat, o'zininki ekonomiyalik pozitsiyasini qo'g'dashga bir kapital bozor qurmasa maydi degandi. Uni ozroq tushuntirib bera olamsan? Bo'ldi. U Mario Draghi degan adam Yevropa ittifoqida problem bo'lsa telefon sanglab bildigan odamchi u. Burun Italiyaninki bosh ministrisi. Lekin hozir Yevropada problem chiqib qolsa Mario Draghi telefon qilib kelib meni o'ngshab beramsiz desa, ashadam kelib o'ngshab berdi. Ashta bir deyish bor, qiziqarliqcha. Bu odam shu oldingisida 2024-23 bir cho'ng raportdan birini yozgan. U raport 900 necha betmi, 800 necha bet. U raportning ichida Yevropa o'zininki siyosiy pozitsiyani saqlab qilish uchun 800 milliardlik mablag' selish kerak degan planni o'tirib qo'ygan. Bu o'tirda biz o'zimizniki mudofaasiga pul chiqarishimiz kerak, ham uningdan sirt
o'zimizningki shu qurilish jihatlardan shu ko'chmanlar to'g'risida ayki shu bizningki sog'lomlik hamma jihatlardan 800 milliard pul chiqarsak o'zimizningki ham shirkatlarningki mablag' silish klimatini yaxshi qila olamiz deb shu holatda shu plan chiqargan. Bu plan yilqi 2021 yili 22 yili Amerikada yilqi Amerika hukumati Bayden hukumati chiqqan chog'da Bayden hukumati bir siyosat chiqargan. Bu siyosatda shu mablag' Amerikaga mablag' solgan shirkatlarga Amerikaga berib shirkat ochadigan korxonchilarga shunda bir foydali bir holatda bir siyosat chiqargan. Shu sababli xeyli jiq Yevropadagi korxonchilar Amerikaga ketgan. Yevropaliklar undan shundoq ochiq kelgan nimashqa o'zimizningki qarindishimiz, o'zimizningki Amerika bizning partnerimiz tusimi bizning yanimizdagi bizga iqtisodiy jihatlardan shundoq nim qilgan ish qilib bizningki korxonalarimizni nimashqa Yevropaga aketgandi deb shu jihatlarni qilganki, lekin u siyosiy reallik deb qardi uningga. Shunga Dragi degan odamga telefon urib, u odam chaqirib akab, u odam shu 2024-yilda bir cho'ng raporti bir yozib, biz xalqlarga unda qarab olmayli, dunyo oldi qarab mengyotidi, Amerika oldi qarab mengyotidi, Xitoy oldi qarab mengyotidi, Rossiya o'zininki nimasi qarab mengyotidi. Biz Yevropa o'zimizningki kimligimiz, qimmat qarshimiz ham pozitsiyamiz saqlab qolamiz desak, puldan qo'rqmasligimiz kerak. 800 milliard pul chiqarishimiz kerak deb shu planni chiqargan. 800 milliard jiq pul. Ammo 27 davlatga bo'lsangiz, Germaniya, Fransiya degan davlatlarga bo'lsangiz, undaq jiq pul emas. Rahmat. Emse yana bir savolga o'taylik. Uchinchi savol, Erkinlik partiyasining lideri, ya'ni ashaddiy o'ngchilikdan tinib kelgan ilgirki ikki hukumatni tashkil qilgan partiyalarning birisi bo'lgan, ya'ni PFF, ya'ni Erkinlik partiyasi lideri Wildersning ko'chmalar siyosati tutgan qattiq qo'lliq siyosiy sababdan har ikki hukumatdan ag'dirishi sababchi bo'ldi. Bu qatimda yana Wildersni qo'llash nisbati yuqoriroq turdi. Agar yana Wildersning partiyasi yuqori ovozga erishsa, uning bilan hukumat qurish imkoniyati bo'ladimi? Chunki ilgari ikki partiya nihoyat test qurganda Wildersdan. Saylan bo'lib 6 oygacha orom qurganda. 1 yildan. 1 yil oraliqda. Shunda uzun nima qilibdi, sabablashib. Oxiri har ikki qatimliq hukumat ag'dirildi. Yani bu qatim qarasak yana Wildersga qo'llash nisbati yuqoriroq. Hali saylan nimasimi qarasak hali yuqori chiqyapti hamda. Mushta bo'lib ketib qolsa yana hamda mushaqda qanda nimalar bor bu qatim saylanlarda. Sizlar kuzatgan doirada. Xo'sh, Alexdan boshlaylik. Menimcha bunga Ahmedjon yaxshiroq javob bera oladi, lekin men bir ikki gaplarni deb qo'ya boshda. Boshda birinchi degan bor gap, bu Gollandiya deganning burundan tortib bir koalitsiyalik davlat. Jiq partiyalar tang ishlab bir hukumat yasaydi. Uningda bir Gollandiyacha bir gap bor, Verzauling deb. Verzauling bino qursa, binoninki fundiyasi, assi. Degandan shu davlatda burun tarixlik 4 zavlin deb ataydi. O'ryanning xristianlarninki ikki xili bor, o'ryan protestantlar deb bor, ikkinchisi katoliklar va uchinchisi sotsialistlar, to'rtinchisi liberallar. Ular bir-biri bilan paranglashmaydi. O'zininki dunyosida turaveradi, o'zininki jurnallarni o'qiydi, o'zining xabarlarini o'qib ko'radi, o'zininki odamlar bilan to'y qildi. Oxirida lekin uning ustidagi boshliqlari bir-biri bilan paranglashgandan keyin davlatni boshqardi yoshlar. Oxir 70-yillarda bu sistem buzildi. Parchalab ketdi. Oxirida u vaqtida hamma partiyalar boshqa odamlarni o'zining ovozini anglatib qo'zalaydigan bo'lgandan keyin odamlarga bir xil erkinlik berdi. Undaq deyil, individualizm deydi-da, yolg'izlik erkinligi berdi. Ashunaq odamlar o'zininki umr ko'z bo'ldi, kim bilan to'yqisi keldi, qa xabarni o'qig'isi keldi, qa dinga ishongisi keldi, uni hammasini qo'yib bergandi. Lekin qo'yib berib, nima bo'ldi desangiz, bu partiyalar bir-biri bilan bir-biri bilan gaplashadiganninki o'ttir yeri kichiklandi.
Aştaq bolgandan burunqi partiyalar 40 o'rindiq badi aş parlament içinde. Çü hazır araň bir 40 diýen az boldy edikçe 50, 60 bolup gitärleydi. 60 emas lekin çıkyp büyük partiyalardy. Hazırkı däwirde 30-dan işip getse bir partiýany vay imandaq çoň bolup getdi bir saýlam diýmiz. Hazır Ýawropa we hazır parlamentda bäk jyk partiýalar bar. Bu gytym hazır mençe 12 okşmaýan partiýalar bardy, lekin aldynky gytymdykçe aldynky saýlamdan aldy 17 partiýalaryny işip ketgendi. Emme kiçik dünýäsini turganlar, haýwanlarnyky bolsunmu ýa Ýawropany ýaxşy görýänler bolsunmu, hemmisiniň özüniň partiýasy ýasaldy. Hazır qarsak Gollandiýada en güçlük özüninki terpiga qarap turgan, özüninki partiýasyny bile taşlap berýänler burun da liberallardy. Aştaq bolgandykin FFD diýen partiýa her saýlam en çoň tury berdi, lekin özü küçüklendi. 20 orundoq tury berdi, 25 hazır aştaq buly berdi. Lekin hazır em boldy diýseniz, u partiýanyň iki taraplary bar. Birisi resmi liberallar, ýani sol liberallar diýdi. O pul tapgysy bar, şirketler işleýdi, jyk tillärini bildi, lekin undaq tursma adamlarny goýup bermesek bolmaýdy dep aştaq oýlaýdyganlar. Başkara az tursmaýdy. Ama başga taraplar bar, ýanyň şu qandaq diýil, nasionalistlar. Döwletindäki ýok. Aştaq u tarap aşy parçalap getdi. Onunki aşı 10 terapi hazır aşı erkin partiya aşı PFF'ninki Geert Wilders'ın partiyasıga ötdi. Burun tarafı demiş ki o tarafı ötmeyen diýseniz, o wagtyda hiç gaýsy partiya o Geert Wilders bilen taň işlemeýän bolgandykin biletni onuň taşsysama ahir bir taşdyp etken bilet boldy dep oýapdykan. Ahirde aldynky saýlam o wagtydaky Dilan Ýeşilgöz diýenden FFD'ninki başlyk aýaly o işini açdy diýmiz. O Geert Wilders bilen taň işleýme dep işini açgan dikin. Ahirde o on tarapdakiler hemsi bu gytym resmi Geert Wilders bilen taşlaýdy. Imişki FFD'de tury bermez dep aş Geert Wilders'yn bek çoň kuvvetli. Hazırkı saýlamda hemme partiýalar bu Geert Wilders bilen taň işlemeýmiz diýýärdi. Hemsi lekin jyklary taň işlemeýmiz, şensiz. Bu aldynky hökümetni buzup etdi, aranyňky özüge oýlaýdygan adam dep başdaq oýlagandyk ony işini ýani idretdi diýmiz. Lekin Geert Wilders'ni ýaxşy görýän, onunki dünýä göz garaşyny ýaxşy görýän, öşmenlerni, çet elliklerni öş görýän undaklar hazır qaytmaýatydy FFD'ge. Geert Wilders tuýatydy. Hazır ular oýlawatydy bir gydym işini açgandykin biz Geert Wilders'ni en çoň partiýa ýasap bersek, ahyrda başga amalsy ýok. Çokum Geert Wilders bilen hökümet kurmasy olmaýdy dep oýlatydy. Bir güni baş ministrsi boldy dep aşnyňy işinip, işini itibetken bolsama özgermedi. Onu bilen men başlangyba. Mence Ahmetcan ýene goşulan gepim bolsa goş. Hoş, Ahmetcan hemde bu wagt sizinki oýlaganlaryňyz bar. Şu ýylky alerek muhim geplerden biz dep boldy. Şu hazırkı PFF'ninki ras hazırkı saýlamninki mundaq ýaksallar qarsyňyz ýani çoň boldygan dep gyp durdy. Ama PFF'ni iki kiçik partiýamy, üç dal kiçik partiýa biz sen bilen ýa iki dal kiçik partiýadan başga hemme siyasi partiýalar men bunundan keyin PFF bilen hökümet tutmaýma dep etdi. Şoňa bunundan keyin hökümet muş gytym saýlamdan keyin PFF bilen bir hökümet kurup çykyryşynyň ihtimallygy undaq çoň emas. O bir muhim näse. Lekin PFF'ninki yana Gollandiýanyň hemmeden çoň partiýasy bolup saýlandygan ähwaly o ihtimallygy yana ýokary. Lekin normalda Gollandiýa taryhdan buýan aşy hemmeden çoň partiýa normalda hökümet kurdu hem aştynki lidersi hökümetninki baş ministrsi boldu. Taryhdan buýan muşda atgan. Iş güçgäten başgaça bolgan lekin muşu Gollandiýanyňki aşy ýazylmagan bir kanun dep desek boldy. Muşdaq bu taryhdan buýan. Lekin şu muşgatym PFF'ninki muşu 2023-nji ýyly FFD'ninki Abay Alerek diýen ötkendikin FFD Mark Rutte ba däwerde her wagt men PFF bilen birle hökümet kurmaýman, sen bilen birle işlemeýman dep etken. Şoňa Gollandiýa grajdanlarmy
o'ylaydi. Agar men bu PFF'ga bilet tashlsam, baribir u isrof bo'lib ketgan biletimkan, u baribir hukumat kiranmaydi ekan. Hech kim uning bilan ishlamaydi ekan. Shunga boshqa partiya tashlashchi deb strategiyalik shu FFD degan partiyalarni cho'ng qilib kelgan tarixdan bu yana 2010dan buyon. 2010dan boshlab. Lekin 2023 Dilan Yeshilko'z degan ayol FFDning lideri bo'lgan chog'da u men PFF bilan hukumat qurishga men ishonmayman, bu ishni bir qatam ichib etdilar. Anki yilqi burundan tortib FFDga bilet tashlayotgan grajdanlar hozir shu PFFga 2023-yil tashlab, endi tashlasa men yaxshi ko'radigan bir partiya hukumat qirdigan o'xshaydi deb shu oldin qatam 37 nomzod oldi ular parlamentda. Uninki oxir ko'rinishi nima desangiz, odamlar eng oxirida yana original yilqi partiyaga bordi ekan. Yilqi FFDni yilqi hozir yilqi PFFdan ugunib, bunda quvvatidi, deb burun cho'ng qilgan bilan hozir PFF haqiqiy burundan tortib ko'chmanlarga qarshi siyosat qilgan yilqi haqiqiy baş partiya bular yilqi boshlab bergan mushlar original partiya bo'lgan ekan, buning bilan tashlaydi. Hozir kichik PFF yana yo'q. Hozir aleri degandek mush qitimlik saylamda yanalam yilqi jihlar FFD yilqi ishni ichitib beshiga yeb hukumat o'rilib hozir yilqi hukumat chiqqitim o'rilib bo'ldi emasmi hozir? Shunga FFD hozir kelib biz sen bilan endi hukumat qurmaymiz debatdi, lekin hozir fuqarolar ishonmadi unga. Biz PFF'ga bilet tashlasak, PFF yana cho'ng qilsak, 37 nomzod, 45 nomzod chiqarib etsak, boshqa partiyalarningki biz bilan ishlamay amal yo'q deb shu ahvol kelib qoldi hozir. Bu davlatni boshqarishga 76 nomzod lozimda. Shundoq. 30 ufutgan bo'lsa-mu yetmaydi-da. Shu. Asli shuni qilibdi. Gollandiya hukumatida ko'p sonliq almasonlar 76 nomzod kerak. 40 ni olamsizlar, 50 ni olamsizlar, yana 25 ta lozim bo'ldi. Boshqa partiyadan. Shu boshqa partiya yani TV dekabr parlamentda 150 o'rin boshlab, 150 o'rindan shu 51% nemisini egallash kerak-da. Bu qancha partiya. Yani biz hozir Gollandiya parlamentiga emas, saylam qatnashgan partiyalar hozir jami qancha partiya? Bunun ichida o'ngchi partiya qancha, so'lchi partiyalar qancha? Ahmadjon, siz o'zingizning Facebook'dan bir narsani e'lon qildingiz. Uyg'urlarni qo'llagan partiyalarmi degandek bunda bir narsa mushaq qilib ozroq bir to'xtalgan bo'lsangiz. Gollandiya tarixdan buyon bir o'ngchi davlat normalda. 150 nomzodning ichida normal saylamda 70 dan 85 nomzodgacha o'ngchi partiyaniki bo'ldi. Qolganlari solchi partiya ketdi. Lekin oldingi qatim saylamda ig'irlashgan. Oldingi qatim saylamdan keyin o'ngchi partiyalar nomzodi 100 bo'lib, solchilarniki 50 bo'lib qoldi. Chon solchilarninki burunqidan tartibga yoki kichik ham o'zininki ojiz o'rni oldingi qatim saylandimi texnik ojizlashib ketdi. Shunga bu Gollandiyada siz solchi bir partiya bo'lsangiz, siz o'zingizninki yilqi o'ngchi partiyalardan bakrak kuchmisingiz, bakrak tirishmisingiz, yoki bilet ilish nisbatan shundoq az. Hem undaq yuqori emas o'ngchi partiyadan. Hozir o'ngchi partiyadan xeyli jiqlar bor. Hozir maqatim shu saylam qatnashganmi necha o'ngchi partiyalar bor. Yoki o partiyalardan masalan kelib FFD partiyasi bor, Mark Rutteninki, Geert Wildersninki PFF'si bor, Partij voor de Vrijheid, ondan soort national Nieuw Sociaal Contract. Dat bor. NSC deydigan CDA bor, Christelijk Democratisch Appel, bir o'ngchi partiya, SGP bilan Christi Uni o'shki Christlik partiyalar, andan keyin Ya 21 deb Ya 21 partiyasi bor, 11 o'ngchilar partiyasi, ham undan so'ng BFNL deydigan bir partiya bor, u partiyaga hozir nomzodsi yo'q, lekin ular saylam qatnashmoqchi. Gollandiyaningki manfaati degan gap BFNL degan Belang van Nederland. Anki qolgan partiyalar asosiyatan ya o'ttirda, ya bo'lmasa sol partiyalarga kirdi. Lekin ko'p sonligi shu o'ng partiyalarning ichiga kirdi. Hozir deb o'tgan o'ng partiyalarningki jihlari mush ko'chmanlar qonun to'g'risida qattiqroq o'rinda turdi.
qattiqroq siyosat qilamiz deydigan partiyalar asos jihatdan. Ular chiqib qoldi ya. Ular chiqib qoldi. Alerik siz mesela solchilar hozir Ahmadcha o'ngish partiyalar haqida qisqacha bir tushuncha berdi. Siz solchi partiyalarniki haqida ozroq qaysi partiya solchi partiyalar? Solchi partiyalarda bir cho'ngsi bor, bir büyüksi bor. U degandan Groenlinkspartiya. U ham birinchiga o'xshamaydigan partiya-ti. Birisi degan Yeshil partiya, boshqa degan Soshal demokratik partiya. Ularning tarixi o'xshamaydi, lekin oxirida hozir davrmi o'zgardida, ashunchalik o'xshab ketgandan keyin bu davlat o'ng davlat bo'lgandan keyin biz sol partiyalar tang ishtimsak mayli deb oxiri birlashyapti hozir. Kelajili oxiri ikkisi tang kelib bir partiya bo'ldi. Shu u cho'ngsi bor, uningki raisi deganligi Frans Timmermans. U burun Yevropa komissari bo'lib baqan, ministr bo'lib baqan. Lekin u sol tarafdan bo'lgandan keyin, bu davlat o'ng davlat bo'lgandan keyin bakmicha qadamlar yaxshi ko'rmaydi ekan. Yana ikkinchisi Desensiz degan bir partiya bor, u demokratlar 66. Desensiz degan sol desak bo'lmaydi aslida. Jiq taraflari u ekonomiya taraflarida o'ng taraflik partiya, lekin adamlarning erkinligi qo'yib beradigan taraflarda u progressiv deydi. U degan sol tarafli partiya. U o'ng partiyalar mana farqlar jiq, u FFD mana qo'yib bergisi bor, liberal bo'lgandan keyin, lekin u CDA xristian partiyalarga unga qarshi. Sol tarafda shu desensiz u degan o'tir yo'lda turyapti. O'ng tarafda va sol tarafdan adamlarni o'ziga torta oladi. Boshqa sosyalist partiya bor, u degan rasmiy sol tarafda turadigan partiya. Ularningki tarixi burun Mao Zedongni yaxshi ko'rib 70-yillarda partiyani qurilgandi. Oxirida ularni Mao Zedong bir eski bir qo'y bo'lgandan keyin uni tushunib oxiri 90-yillarda uni qo'yib berdi. Endi rasmiy hozir sosyalist o'zini deb ko'ryapti. Kuchlik bo'lmaydi, baj degandan baylog'i o'smasak mayli deb o'ylaydiganlar. Agar bir hayvon partiya bor. Hayvon partiya burun hayvonlarningki haqqini qo'g'daydiganga qurilgan partiya-ti. Lekin uningdan hozir ularni ozroq o'zgardi. O'zgardi desak bo'lmaydi, ozg'ichik muhim, lekin boshqa narsani qo'shdi partiyani ishiga. Muhim ishi bu Falastinninki irqin qirg'inchini ular bek muhim bo'ldi. Ularninki gibi yani ovoz chiqarmaydiganlarning ovozini biz anglatganimiz bor edi. Quvimizda. U yana rasmiy sol tarafdagilar yana u partiya Bayn degan bir partiya bor. Burun parlamenti bordi, lekin hozir yo'qoldi. Bir o'rinda bordi. U Bayn degan rasmiy eng sol tarafda. U deganligi chet elliklarninki, qarlarninki bu kolonial tarixini muhim bildigan ashlarga bek ovozini chiqargisi bor. Yana qalaba, yana shu Denk partiya bor. Denkdan burun nima? Muhimni unutib qolding, Denk. Shu Denkning gibi. Denk degandan u chet elliklarning partiyasi desak bo'ldi. U degan 2014da Sosyal Demokratik partiya Peyvinda'dan ketganlar. U degan Türklardi burun Öztürk va Kuzu. Ular bu Sosyal Demokratik partiya rasmiy bizningki ovozimizni anglab qo'ymayapti, o'zgardi deb, axlarning partiyasi bo'lib qoldi, yerliklarning partiyasi bo'lib qoldi deb ketgan. Ularni jiq o'zgarib ketdi. Boshda bek sol tarafda turdi. Oxirida ular bek populistroq ovozlar chiqardi. Jiq sosyal medyada qattiq hukumatga qarshi PFF Geert-Wilders qarshi ovoz chiqarib ovoz chiqardi. Hozir desak, hozir rasmiy Schilderswijk Den Haag'dagi, ya Rotterdam Zuid, Amsterdam Beverwijk, Amsterdam Geuzenbroek. Ashijik chet elliklar turadigan rayonlarda ularning ovozi kuchli. Oxirida lekin jiq turklar bo'lgandan keyin, u turklar yana Falastin ahvoli muhim bo'ldi. Ularni shunga muhim bo'ldi. Anda Uyg'urlarningki irqin qirg'inchiligini ularni muhim ko'rsatgandan keyin ularni biz bilan jiq gaplashdi. Yana ular lekin kichik partiya. Ara 3
3 o'rindig'i bor. 3dan 4dan o'sib ketmaydi. Va shu Uyg'urlarning ovozini birinchi qitim parlament chiqarganlar ular. 2019da birinchi debatni ular so'rgan. Hozir yaxshi jiqroq partiyalar bizningki ahvol muhim chiqaryotidi. Sharq Turkiston deb ishlatgan partiyalar jiq. Dezen 60 ishlatyotidu. CDA degan xristian partiyami davotidi. Hozir Sol partiya, Xrulingspartiyami bizning ahvolni partiya programga qo'shdi. Shu ta'limimiz hozir jiqroq partiyalar bizning ovozimizni chiqaryotidi. Lekin denk bilan boshlanganda. Rahmat, unda qolib qolsa bu saylamga 10 kun qolib qoldi. Hammamizning ikki xilami bor, mening bor, yani bir saylam bileti. Yig'ib aytgan Uyg'urlar, necha ming Uyg'urmi Gollandiyada yashaydi. Bizim bu saylamlar qiziq ko'ryapmiz. Ondan so'ng Uyg'urlar qaysi partiyaga bilet tashlasak yaxshi? Xo'sh, Ahmadjon, buni sizdan boshlaylik. Hamda Tasrek bir savol ham shunday bo'lsa-mi, bu yerda munozara bo'lgan ekan, o'zingiz o'ylaganlarni. Hamda Uyg'urlar uchun qaysi partiya nima ishlarni qilib kelyotidi, nima ishlarni qildi, u jihatlardan biz o'zimizningki tashkilotimizdan biz 5 parcha rasmni chiqardik. Bu yerda qaralaysizlar, qaysi partiya bizga tarixdan buyon o'sha yordam qilib kelayotgan partiyalar. Osh partiyalarning orasida larninki tashilsanglar normalda bizga foydasi bor deb qarayman. Lekin qaysi partiyalarga menchi tashilsanglar Uyg'urlarning masalasiga ham ko'chmanlar to'g'risida yaxshi natija bo'lmaydi degan chog'da shu PFFga bilet tashilsanglar u bakrak ko'chmanlar to'g'risida qattiq qonun tutib o'sha ham kampida turayotgan Uyg'urlarning hayotini yo bo'lmasa u yoqqa Gollandiyaga kelmoqchi bo'lgan yo bo'lmasa Gollandiyada turayotgan Uyg'urlarning hayotini texinbek nima qilib yetadigan bir partiya. Uningdan sirt 10 partiyalarning ichida Ya21 degan partiyami shuning ichiga kirdi. Rostga qilsam buni degim yo'qdi, lekin FFD mo ash partiyalarning orasiga kirdi hozir. FFD degan partiya burun tatib shunday liberal erkinlikni suydigan bir partiya edi. Hozir to'xtamay 10 taraf qarab mengib radikal 10chi partiyalarning orasiga kirsakmi 11 hech kim bo'lmaydigan bir holat kelib qoldi. Shu partiyalar asos jihatdan FFDdan tortib FFDning 10 tarafida turgan partiyalarga bilet tashilsa normalda mencha unchalik pek foyda bo'lib ketmaydi deb o'ylayman. Boshqa partiyalarningki Uyg'urlarning ichiga shu burunni tortib kelayotgan 3-4 cho'ng partiya bor. 3-4 cho'ng partiya deyman, 3-4 partiya bor endi. Birsi Xrulingspartiya. Ular hozirmi, burunmi, hozirmi, keyinmi biz Uyg'urlarga to'xtamay yordam qiladigan partiya. Uningda nima qilmaymiz. D66 shundaq, D66 partiyasimi shu burun, hozir ham keyin kelgusimi biz uchun shundaq ishlarni qiladigan bir partiya. Ham uningda CDA degan partiya bor. CDA degan partiya hozir Harry Bontebal degan bir odamning rais bo'lish sifati bilan hozir shundaq yaxshi kampaniya qilyapti. Ham ularningki, bizningki Uyg'urlarning ichiga yordam bergan siyosatchi Derek Boswag degan bir siyosatchi bilan aldarishkimizningki yaqin bir aloqalash bir parlament a'zosi u. Biz to'xtamay aloqalashimiz uningki parlament bilan berib ishimiz ayrim ko'rashgan, Uyg'urlarning ishiga yordam qilgan, ham Uyg'urlarning ishiga to'xtamay yordam qilayotgan. Ham biz ayni vaqtda parlamentning ichida Uyg'urlarningki vatanni Xinjiang demay, Sharq Turkiston desang bo'lamdi desak, bizningki qonun qarab, menda hech qanday problem yo'q. Hozir desanglar, men aytdim boshlab o'zgartiraman deb, ash birinchi va'da bergan siyosatchi shu CDA'ningki. Denk degan partiyami Uyg'urlarga shunday jiq yordam qilayotgan, Sharq Turkiston davlat deb hukumat taklif qilgan partiyami shu. Ham Gollandiyaningki shu ma'rifatga o'tkazgan shu Uyg'ur yermantikiga kelib biz bilan ko'rishib ketgan partiya. Ularmi Uyg'urlar uchun yordam qilayotgan, lekin Denk degan partiyaningki bir yeri ular hukumat kirish nisbati tuvan. Shu
o'tirg'i chiqirdigan biror ahvollar bo'lsa yoki to'xtamay yoki ministrning orqaga kirib turib hukumatning orqaga kirib man xato qildim an xato qildim deydigan partiyalar shu partiyaga kirdi ammo hukumatning ichida turib hukumat tutib yoki mas'uliyatni qo'lga ilib hukumat boshqargan partiya emas shu bir yer bor lekin abay aytib ko'rgan Xurlingsbefdia CDA D66 degan partiyalar shu hukumatga ham kiralaydigan ham uyg'urlarga to'xtamay yordam qilayotgan cho'ng partiyalar. Rahmat. Uning Sizga xayrınız var bu vaqtda. Shu uning qo'shsam shu deysiz Jan Paternotte degan birisi bor. Xurlingsbefdiada Kati Piri degan birisi bor. Stefan von Barlenni tanıymizda Denkninki va Bosvik. Ular bizni bek yaramlashdi oldingi necha yillar. Misal men o'zimninki azaq ko'z qarashimni desam, mencha muhim yeri biz hozir necha yil uzun bo'ldi jihlarimizga bu. Başlaq bo'lgandan keyin oxirida bir partiyalarmikin bizning ovozimizni anglatqizsa yaxshi emas. Hamma partiyalarda o'ng tarafda, so'l tarafda hammasi bizningki ovozimiz chiqarsa, bizni yaramlashsa, hammamizga yaxshi bo'ldi. Va burundan tortib biz ba'zi bir shikarimlar bor, Harry von Bommel deb birisi bor, Martin von Helfert deb birisi bor. Uning necha yeri ular ketsa, parlamentdan chiqib ketsa, oxirida bizningki ovozimiz yo'qoldi. Demek için bizningki Uyg'urlarning ahvolini institutionalizer deydi Gollandiya ichida. Adam partiyalarninki qiniga bir xil kirgizish, sistemasiga a'zo yasug'ish. Uni qilishga biz o'zimiz kimligini o'zgartsak bo'lmaydi. Ba'zilarimiz liberalroq taraf turamiz, boshqalarimiz sotsialistroq taraf turamiz. Boshqalar yana konservativroq, dinni muhim bilgan hammamizning o'zimizning farqlarimiz bor. Biz odamlar tursak. Ashtaq bo'lgandan keyin hammamiz o'zimizninki deyli siyosiy ta'mimizni yo'qotmaylik, lekin u Gollandiyadagi bor partiyalarda bizning ahvolimizni har vaqt chiqarib turaveraylik. Ashtaq bo'lgandan keyin liberal bo'lgan bo'lsa-mi, shu FFD bo'lgan bo'lsa-mi, oxiri bizning ahvollarni degan bo'lsa, hammamizga foydali bo'ldi. Birinchi qildi, hozir ular mash radikal o'ng tarafga ketib musulmon o'chmanlikligimi ularda o'sib, oxir bizning ahvolimiz azoq yo'qolib ketdi. Lekin partiyalar bor. Shuning demak istesam, yaxshi o'qinglar. Partiyalar nima deydi? O'zinglarninki farqlarini yo'qotmanglar, lekin oxirida har vaqt so'rab turinglar, Uyg'urlarga nima qilib bersizlar. Uyg'urlarning ahvolini siz chiqarib turamsizlar deb. Ashtaq so'roqlarni so'raversak, ularni tushundida yana bir muhim ishga, bu yana bilet ilishga muhim bir so'roqga deb, oxirida bir kuni hamma partiyalar bizningki so'roqlarimizga javob beradigan ahvolga kelishi muhim mencha. Rahmat, nəhayət yaxşı muhim temalar yoritib berdinglar. Endi yangi oxirgi bir savol. Endi hozir g'arb dunyosi ko'ryapmiz, 10 yillar hamma davlatda avjab ketdi-da endi. Bizning bu Uyg'ur masalasini, Uyg'ur davosini qo'llayotgan ko'pinchisi solchilar, hokimiyat beshigan solchilar. Endi hozir hamma 10 yillarni qilib qolsa, agar 10 yillar hokimiyat beshiga chiqsa, Uyg'ur davosi qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Xo'sh, Ahmadjon, yana sizdan boshlaylik buni. Endi umumiy yalnız Gollandiyaga emas, butun dunyo, mayli Amerikada bo'lib qolsa, butun g'arb davlatlari. Zar endi qo'llayotgan burun solchilarni ham dunyo o'ngishlar qarab ketyapti-da endi tez suratda. Endi kelgusi o'ngishlarga hamda hokimiyat beshiga chiqib qolsa, unda Uyg'ur davosi qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Bu endi Endi bu jihatlarda birinchi bo'lib deydigan narsa nima desangiz, o'ngchilar deb o'ngchilarning ichida birlam guruh yo'q-da. O'ngchilarning guruhining ichida o'xshamagan o'ngchilar bor. Radikal o'ngchilar bor, liberal o'ngchilar bor, xristian o'ngchilar bor, ham yaqinda ekstrem o'ngchilar bor. Bu o'ngchilarningki 2024-yilda Yevropa parlament saylimida shundoq kuchi Yevropani oladi, Yevropa o'ngchilar hukumatiga o'tilgan bo'ldi, Yevropa hukumati mushundoq o'ngchilarni qo'lga tushirgan bo'ldi deb shunchalik qismi, lekin Yevropa parlamentining ichida aran 3-cho'ng partiya bo'ladi o'ngchilarning partiyasi. Birinchi, ikkinchi, yana xristian demokratlar bilan sotsial demokratlar birinchi, ikkinchi o'rinni oldi endi. Şu u jihatlarda nima bor? O'ngchilarningki u jihatlarda unchalik birga kap bo'lgani yo'q. Lekin o'ngchilarningki hozirgi ahvolda o'ngchilarmi o'z orasida bir-birisi bilan ziddiyatlik holat
ahvollarmi shundoq ig'ir. Masalan, Germaniyaningki radikal o'ngchilar bilan Polshaningki o'ngchilarininki bir-birisininki bir yerga kelsa, ko'chmanlar jihati bir yerga chiqargan bilan, lekin Rossiya, Xitoy jihatlar kelgancha bir yerga chiqaranmaydi. Chunki oldingi yili 2024-yil shu Yevropa parlamentidagi Germaniyaningki radikal o'ng partiyaninki bir parlament a'zosiningki bir ishlamchisi Xitoyga shpionlik qilayotganlik bir xabar chiqdi. Lekin Polshalikninki radikal o'ngchilari, yo bo'lmasa ekstrem o'ngchilar, yo bo'lmasa xristian o'ngchilarninki jihlari Xitoyga qarshi bo'libmi Rossiyaga qarshi holati bo'lgandan keyin bu o'ngchilarmi o'zininki o'ngchi guruhning ichida bir-birisi bilan ziddiyatlik holda. Hamda Uyg'urlarning ahvoli kelgan chog'da shu o'ngchilarninki jihlari hammaninki shu o'ngchi bo'lgan xarakteri ham o'ngchi bo'lgan o'zininki siyosiy xaraktersi nima degan chog'da o'zininki davlatini qo'g'dash, sirtdan kelgan xatarni to'sash ham o'ziga qanchalik ig'ir zaxmi keladigan bir narsani yo'qotish. Hamda Xitoy shu Yevropa shu qit'asida Yevropa ittifoqiga shunday o'xshamagan holatlarda tahdid qilyotidi. Bu tahdidning o'zini Yevropa millatiga, Yevropa xalqiga, Yevropa grajdanlarga bo'lgan bir tahdid degan holatli so'zlasak, bakrak Uyg'urlar bakrak mush jihatlardan, siyosiy jihatlardan o'ngchilarninkimi nimsiga qo'llashiga erisha olamiz deb o'ylayman. Chunki o'ngchilarning ichidami Xitoyga qarshi, Xitoy hukumatiga qarshi Uyg'urlarni qo'llaydigan o'ngchilarmi shundoq jiq ko'p. Ham ular bilan jiqroq birlashsak, shu Yevropadagi o'ngchilarmi bir-birisi bilan undaq bakrak o'ttir qarab mangdi. O'ng taraflam qilib qolmay, radikal solchilar bilan radikal o'ngchilar hammasi o'ttirga keldi. O'ttir partiyalar bilan bir ish qilaymiz. Shu o'ng partiyalarni o'ttirga aklansak, Uyg'urlarning masalasiga shundoq bir foydali bir ahvol bo'ldi. Radikal o'ngchilarmi Gollandiyadagi radikal o'ngchilar bilan Polshadagi, Vengriyadagi radikal o'ngchilar bilan ba'zan o'xshamagan ekan. Shunga u jihatlarda shu sirtdan kelgan tahdid, sirtdan kelgan xatar to'g'risida shuni asos qilib turib so'zlasak, ham Gollandiyaningki grajdansi biz Uyg'ur bo'lishdan sirt biz yana Yevropa grajdansi, Yevropa xalqibiz. Yevropa millatininki, Yevropa grajdaninki birsi kirmiz bizmi? Bizmi Yevropalik, bizmi Yevropadagi Uyg'ur Gollandiyalik, Uyg'ur Germaniyalik, Uyg'ur Fransiyalik. Bizning shu yerliklarga o'xshash huquqimiz bor. Yerliklarga o'xshash qonunga bizmi ijro qilamiz, yerliklarga o'xshash saylov huquqimiz bor. Shunga bizmi o'zimizningki to'g'risida, o'zimizningki bexatarsi to'g'risida desak, shu Uyg'urlarningki mayli o'ng partiya, mayli so'l partiya bo'lsin, biz uchun xili nurg'un jihatlarda biz uchun foydali yerlarmi shundoq ko'p deb o'ylayman. Rahmat. Olarak bu vaqtda sizning qattiq qo'shilgan nuqtalarınız bormi? Başlansam biz degandan bizning millatimizning ahvolimiz hozirgi vatansiz qolib qoldik-da hozir. Hammamiz o'xshamagan davlatlarga qochib ketdik, turyapmiz. Oxirida ikki xil shapkalarimiz bor, do'plarimiz bor. Bir tarafda biz hozir Gollandiyada turyapmiz. Gollandiyalik biz. O'xshash vaqtida vatansiz Uyg'urga kurash qilayotgan, Sharq Turkistonning erkinligiga kurash qilayotgan Uyg'urlar bo'lib qoldik. Ashundoq bo'lgandan keyin bir tarafda biz bu o'ngchilar, solchilar degan gap degani bularning yerliklarninki gibi. Bularninki qandaq davlatimizni keyin qatirib ko'rsatimiz bor, biletni qatirib tashlaymiz, pulimiz qandaq qolib qoldi, qandaq bexatar bo'lamiz. U so'roqlarga javob bergin. Biz u tarafni qatirmasak bo'lmaydi, biz bu yerda turayotgan bo'lgandan keyin. Lekin o'xshash vaqtida oxirida vatanimizni erkinlik qilimiz bor. Ashundoq bo'lgandan keyin ta'siri sol o'ng deganing bakmi undaq bizga bakmi muhim emas aslida. Kimlarkim bizni yaramlasa oxirida rahmat deb yaramni olamiz. Lekin
bizningki xatarimiz nima desangiz, oxirida bir kuning rasmiy bizning ahvolga kelgan vaqtimizda biz unutib qoldik ekanmiz, nima sababdan biz kimning og'zini tug'animiz. Demakchi, biz ba'zi vaqtda strategiyalik bir odamni sevimiz, yaxshi ko'ramiz, o'ng bo'lsinmi, so'l bo'lsinmi. Strategiyalik bizning ovozimiz chiqargandagi ahvolni muhim bilgandan keyin deb yaram bilan tashlaymiz. Lekin oxirida bir kun kelgan vaqtida biz strategiyalik talg'inni unutib, u odamni o'zini muhim bilib qolgan bo'lib qoldik. Aştaq bo'lgandan keyin biz oxirida izimizni qilib sunmaydi. O'ng taraf, so'l taraf ishimiz muhim, lekin biz degandan vatanimizni erkinlik qilmasak maydi. Ahmedjon yaxshi deb berdi. O'ng tarafda jiq bizni yaramishadiganlar bor. Xristianlar degandan din erkinligini muhim bildi deb Uyg'urlarning ahvolini chiqarganlar bor. Boshqalar kommunizmga qarshi deb Uyg'urlarning ahvolini chiqardi. Lekin so'l taraflardan prinsiplik odamlar bo'lgandan keyin to'g'ri xatoni oson farqlantira olmayman deganlar bo'lgandan keyin ular degandan bir tarafda yaramlashmaydi, rasmiy yaramlashgisi keldi. Moral, prinsiplik. Lekin boshqa tarafda Amerikani dushman deb ko'rsa, Amerikaning xeypini ko'rsa, Xitoyni unutdi. Rossiyaninki xatarligini unutdi. Qaranglar, Amerika uchun dushmanimiz deb ko'rib, Uyg'urlarning ahvolini muhim bilmaydi. Ikkalasining xato tarafi, o'ng tarafninki ziyon yeri, ular degandan oxiri bir kun kelib qolsa bizni qurbon qilish mumkin. Bilimizda, kurdlarniki ahvolini Amerika bir kun qurbon qilyapti, yaramishimiz deb, davlat berimiz deb, bizningki ahvolni hal qilish mumkin. Unga tayyorlik qilmasak bo'lmaydi. Men demoqchim, qandaq bunga tayyorligimiz biz dunyoni kontrol qilmaymiz. Biz oxirida o'zgargan ishlarni oqsida qarab biz ko'rib o'zimizni unga tayyorlik qilmasak maydi. Aştaq bo'lgandan keyin, lekin ko'zimizni ochib tursak, yemimiz bo'lganini unutmasak, oxiri yo'lini bir kun topamiz. Shu. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat. Bugungi programmamizga munosib savollar tugdi. Inkas shaklida 2 savol tushibdi. Bu 2 savolni qisqacha bir javob berildi. Shuning bilan tugsin. Gülmelik Avatada bir xonim yozibdi. Biz kelgan 2 yilda oshdi. O'ttirma iznimiz texnik chiqmadi. Nimishqa bundaq uzrab ketadi? Xo'sh, Ahmedjon bu haqda buni siz javob bering. Hozirgi Gollandiyada normalda yangi kelsangiz 6 oydan 8 oygacha bo'lgan aralıqda normalda intervyularni qilib bir oxiri chiqib qo'yish kerakdi. Lekin yaqinqi davrda Gollandiyaninki shu Kova, Trapol, shu Aziya jihatlardan chiqimni tejash masalasi bo'lgandan keyin ham yillardan buyon u to'g'risida pullarni vaqtida chiqarmay chiqim kirimlarni kesib etgandan keyin shu vaqti uzrab ketdi. Ham ishlaydigan odam oz. Shunga bu vaqt hozir Gollandiyaninki taxminan 21 oylik saqlaydigan vaqti bor deb ko'rdim oldin qatim Gollandiyaning hukumatining to'rbida. Shunga 2 yil saqlash hozircha normal ahvol deb ko'rildi. Shunga bu jihatdagi shu hozir yangi hukumat o'rilib, muqim siyosat bo'lmagandan keyin jiq narsalarni oqil surilib ketgandan keyin ham yangi hukumat chiqmagandan keyin shu iqomat saqlayotgan, intervyu saqlayotgan qarindoshlarga shu sal uvo bo'ldi. Bu jihatlardan shu uzoq saqlaydigan ahvol kelib qoldik. Uningki sababi shu muqimsiz hukumat, mablag' yo'q, ishlaydigan odam oz. Shunga vaqt to'xtamay uzrab ketdi. Hozirgi taxminan saqlaydigan vaqt 21 oy ekan. 21 oy, 24 oy shu 2 yil saqlash normal ahvol hozir. Rahmat. Undan uzunlab ketalaydi, va men bir narsa desam, sud için sud açsanız oxirida vaqtida javob bermasa sizga pul beradi. Sud açsanız oxir ularning besim keldi. Alek o siyoqqa sud ichib, vaqtida javob bermasa pul beradigan ishni Faber yo'q debdi. Kisvet voy. Rahmat. Endi yana bir savol, ikkinchi savol. Abdulla Uyg'ur deydi. Garajdorlik shartini 10 yilga chiqarish masalasini taxminan saylov natijasi bilan kimlar yangi qanday ehtimol ta'siri bo'lganligi bilan tushuntirib bergan bo'lsang bo'pti ekan deydi. Alarik buni siz javob bering. Uzun javob bo'lib ketdi ekan. Qisqaroq qilib. Bu aniq nima emas, hozirda da'vatgan gaplar bu shunaqa 10 yil garajdorlik demisdan.
u yilqi yangi chiqarmoqchi bo'lgan koni hukumatning chiqarmoqchi bo'lgan ikki qonun bor, azil krizis bilan azil node matri qilyapti. Bu hukumat qonun hukumat sotiga yo'lladi uni. Hozir shu yilqi yangi saylamdan burun bu ash to'g'risida biz bizningki tashkilotdami ash to'g'risida xabar berdik. Yilqi masalan yilqi 5 yillik iqomatninki 3 yilga qisqartiradigan. Andan keyin mangulik iqomat bermaydigan, andan keyin 5 yildan 10 yilga nim qildigan ahvol pasport, grajdanlik bo'lish, vatandoshlik bo'lishga 10 yil ketadigan shu jihatlarda qonun bo'layotgan, lekin shu ashning o'zini oldigan qonunninki hammasi hukumat yilqi qonun chiqarib bo'lmay, bir-biri bilan so'qishib, urushib, hukumat o'rilgandan keyin hozir u qonunninkimi yilqi saylamdan burun chiqish imkoniyatim shuna tuvanlab ketdi. Ham yilqi yangi saylamdan keyin ash qonunga bilet tashlaydigan ko'p sonliq partiyalar bo'lamdi, bo'lmamdi uni bilmaymiz. Shu u jihatlarda hozirda aniq javob yo'q. Saylamni saqlaydigan gap. Va senatmi bor bu davlatda, birinchi kamera deb. U senatni o'tishning imkoniyati texsha az. Parlamentninki tweede kamer bilan erste kamer bor. Tweede kamerda o'simi, birinchi kamerdan o'tamasa bekayana. Shu. Rahmat emsa ekranda qarindoshlar Ahmadjon Qosim bilan Alarik Oblikim Gollandiya kichik vaqtda kelgan bo'lar. Mishada o'qib, mishaning sistemasini yaxshi tushunib, ishkilis oliy maktab tutganlar. Bugungi suhbat ma'noda shundoq bir yaxshi suhbat bo'ldi-da hamda. Biz ham yoshlarimizning og'zidan o'zimiz yashayotgan davlatniki siyosatni nihoyatda yaxshi shakllarda bizga tushuntirib berdi. Buning uchun ko'p rahmat aytaman. Bundan keyin yana bu ikki aziz mehmonimizni Alloh xolisini oldimizga yangi suhbatlar o'rlashtirib turamiz. Ikkiyanlarga ko'p rahmat, qimmatli vaqtingizni chiqarib, naq maydon suhbatiga qatnashib berganingiz uchun nurg'un tushunmaydigan masalalar qolimiz oydin bo'ldi. Keyin qatim bu saylam munosabatsiz, ammo dunyo Uyg'ur davos munosabati savollarga yaxshi javoblarni berdinglar. Sizlardan ko'p xursand bo'ldim. Biz bilan oxirlashtiraylik. Boshqa gapinglar qolib qolsa, olay, bo'lmasa suhbatimizni oxirlashtiraylik. Sizga ko'p rahmat. Sizga ko'p rahmat. Rahmat istagamiz. Allohga emanet, sizlar qatimliq sonda yana huzuringlarda. Ko'p rahmat. Xo'sh, Allohga emanet.